Nurali aka, Xudodan nima so'ragan bo'lardingiz? Bilasizmi? Men Xudodan ota-onamdan oldin jonimni olmasligini so'rardim. Sababiki ota-ona dunyodan o'tsa farzandlar ko'nikib ketar ekanmiz yashab. Lek farzand dunyodan o'tsa hech bir ota-ona chidolmaydi. Dunyoda eng og'ir dard bu. Farzand dog'i yomondir. Bola ona desa desinu, ota-ona bolam demasin. Ular ketsa bizni tashlab farzandlar ko'nikib ketar ekanmiz yashab. Lek zinhor ko'zlarin yoshlab ota-onalar bolam demasin. Mayli uyimiz bo'lmasin qasr, mayli umr ko'rmaylik asr. Mayli g'arib bo'laylik faqat ota-onalar bolam demasin. O'lim haqdir, etmayman inkor. Har bandaninki boshida bu bor. Sendan so'rayman ey Parvardigor, hech bir ota-ona bolam demasin.